Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya dese de Kaçırız, Washington'dan sözdeyimiz. Bugün Çeslağı 2020 yıl 9. ayının 5. günü. Haftaga şembe. Bugünkü vaziyetin gep açsak, hürmetlik vatandaş, hazır Janubi Mongoliyada Xitay hükümeti başlangıç mekteplerini türmelerge aylandırdı. Onun üstüge Xitay hükümeti hazır Guangdong tili, adette Minnan tilinden de Xitay'nın yana bir xil tili. Elə ki Şanghayça ala tilinden başka Janubi Jungo'da sözleşidigan til Minnan tili, Şangang'niki bilen Hong Kong bilen okşaş. Bu tilini hazır boğup taşlap Xitay'nın ommabop tili yoki Beijingcha talaffuz bilan so'zlashsan deydiganda qaror qildigandek turdi. Demak, hozir g'aljirlikning eng oxirgi damlari yoki eng oxirgi bosqichi. Yaqinda sizlar ko'rib o'tdinglar, Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Yevropani ziyorat qilib butunlay mag'lub bo'ldi, intayin o'sal bo'ldi. Hatta o özü Jungocha adeti bo'yicha diplomatik sorunda o'ng tarafda turish. O'ng tarafda turish bilan Germaniyada shunda qilib, ya'ni o'ng tarafga o'tib olib, Germaniyaning tashqi ishlar ministrini sol tarafga elib qo'yib, keyin qanday qildi, taptani oldimi yoki yig'inda fikr oldimi, darhol yana o'rin almashtirib, Germaniyaning tashqi ishlar ministri Masni o'ng tarafga o'tkazib, o'zi sol tarafda turib, shu vaqtda Masning maskasi avvalgi tribunal, avvalgi ustalning ustida qilib, shundoq silkib oldiki u maskani, ey Xitoy, sen uyat emasmi, ey. Boshqalarning davlatida kirding, ziyorat qilib, u davlatda o'ng tarafda turish boshqa davlat rahbarlarining ishi. Sening haqqing shuki, sen sol tarafda turib so'zlaysan, ey Xitoy, ey Xitoy, davlatning inovati qani, davlatning obrazi qani, sening inovating qani, sening obrazing qani, sen bu obraz, inovat degani nereden bilishing mumkin? Chunki buni biladigan millat, biladigan kishi evvel axloqni bilish kerak, Wang Yi efendim. Mana şu vaziyet vatandaşlar. Endilikte sizlerge sözleydigan leksiyalar mundaq. Bugünkü haberlerdi, yani ikinci günü. İkinci günü Hindistan bilen Jungo o'ttirisi yana bir to'qinishning 100 bagalligini, chegara to'qinishi 100 bagalligini xabar qilishdi, lekin tafsili jarayoni yo'q. Mavzu mundaq, hurmatli vatandosh. Tibet orqali Tibetni boshqaramdi. Yani bu deganlik Hindistan'da bir Tibet, hozir Tibet'te bir Tibet. İki Tibet orqali Tibetni boshqaramdi. Mazmuni qaraysizlar bunun. Jungo bilan Hindistan Tibet askarlarini tanlab elib oldingi hisobga avatdi. Mavzuda xabar 9 ayning 4 kuni erkin Osiyoning Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar undaq boshlandi. Jungo tashqi ishlar ministri Wang Yi Yevropani ziyorat qilib, so'g'oq muomalaga uchragandan keyin kelar hafta Moskvaga borib, Shanxay hamkorlik tashkilotining yig'inida qatnashdi. Men bu to'g'rida sizlarga xabar qilganda Shangangdagi Sumroq televiziyasida xabar elib anglatgan edim. Sumroq televiziyasining oq muxabirida nima deyilgan edi? Jinjuan yoki Oltin kesak davlat yig'ini ko'rdingizmi? Bir televiziyani boshqarayotgan odam Moskvada ochiladigan yig'inning yo Shanxay hamkorlik tashkilotining yig'ini ekanligini yoki Altın Burcak 3 davlat, 4 davlat, 5 davlat yig'inining tashqi ishlar ministri yig'in ekanligini farq etmaydi. Bu shunda xato xabar qiladi. Ben shu xato bo'yicha men sizlarga yetkazibman. Bugun bu asli yig'in Moskvaga borib, Shanxay hamkorlik tashkilotining yig'inida qatnashdik. Arliqda Hindistonning tashqi ishlar ministri Swaz bilan ko'rishdi, suhbatlashdi shu jarayonda. Lekin ular uchrashishdan burun Hindiston Jungo chegarasi yana to'qinish yuz berdi. Bir nafar Tibetlik Hindiston alayida qismlarining jangchisi qurbon bo'ldi. O'tgan xabarda berib o'tdi qo'shimcha.
Ciddi kayfiyat davamlaşıvatkan ahval asıda taşqır dünyada bu qatam körüşki ümit bilen qarawatıd. Bu qatam körüşkiye Hindistan ministeri bilen Jungo ministerinin Moskvada uçuruşu ümit bilen qarawatıd. Jungo Hindistan münasibeti işki devlet çigara kısımlarına tokunuş arqılıq ciddileşip ketdi. Her qandaq vaqt işçide yana tokunuş yüz beriş ihtimali var. Hindistan Tashqi ishlar ministri Swaz mundaq e'tirof qildi. Kelar hafta Moskvada Shanxay hamkorlik tashkilot diplomatiya ministrligi yig'iniga qatnashganda Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishaman dedi. Tibetli ma'muriyat markazining Avstraliyada ish boshqarish o'rnidagi mas'ul xodim Gesang Erkin Asya radiosiga mundaq dedi. 8. ayının 28-29. günü Xi Jinping nutuq so'zlagan shu kuni kechda Bangang Tiso atrofida Hindiston Jungo armiyalari o'rtasida yana to'qinish yuz berdi. Ölüm, yarador bo'lish ko'rildi. Gesang mundaq dedi, Jungo Tibet rayonidan kelayotgan xabarlarda oshkorlanishicha, Jungo Hindiston chegarasidagi qorovulxonalar ichida zo'r miqdorda xalq askarlari bor. Bular cho'qimki chegaradagi Tibetlardir. İkinci, ular Jungoliklar Tibet'in qurilish qilguvchilarni, maktabdagi o'qituvchilarni, o'quvchilarni, o'qiyotgan o'quvchilarni harbiy safga xalq askar nomida qabul qilib, Sichuan Chengdudagi palvonlar jamiyatining a'zolarini askarlikka, xalq askarligiga qabul qilib, chegara rayon Hindiston Jungo chegara to'qinishiga abatdi. Jungo askerlerinin beden qurilishi Hindiston askerlerinin beden qurilishiga yetmaydi. Cho'qim Mong'ollarni, Tibetlarni oldingi safga avatidi. Bu xatarlik ish. Xitoyning suiqasdiga qarab turing. Bir nafar Hindistonda yashayotgan Tibetlik bundaq dedi. Jungo Hindiston chegarasida ozodlik armiyaning ichida Mong'ollar bor, Tibetlar bor. Reuters agentlik haftaning 3-chi kuni Hindistonlik bir nafar amaldorning so'zidan naql keltirib bundaq ko'rsatdi. Bir nafar Tibetlik askar Jungo Hindiston chegara to'qinishida minaga dastavlab vafot bo'ldi. Elaqabi sizlarga so'zlagan bir bola vafot bo'ldi vatan uchun dedi-ku, yerga ko'milgan mina bombaga dastavlab vafot bo'ldi. 53 yoshli bu nafar askar Bangang Tiso ko'li atrofidagi to'qinishda vafot bo'ldi. Beijinglik professor Wu Chang mundaq dedi. Jungo Hindiston chegarasidagi jiddiy kayfiyatdan qaraganda ikki davlat o'rtasida urush, portlash mumkinligi bor. Wu Chang mundaq hisobladi. Jungo Hindiston to'qinishi Tibet masalasi Xinjiang meselesiga munosabatlik. Bu yangi gap ekan, diqqat qiling vatandosh. U chaq nima deydi olim? Jungo Hindiston to'qinishi Tibet meselesi Xinjiang meselesiga munosabatlik. Jungo Hindiston to'qinishi amaliyotda Beijingning Tibet meselesini, Xinjiang meselesini bir taraf qilishining tugunidir. Bu yerda ajoyib bir gap chiqdi vatandosh. O'ylab yetkili bo'lamdi, bo'lmamdi buning taktiga. Yana bir anlang'i, Jungo Hindiston to'qinishi amaliyotda Beijingning Tibet meselesini, Xinjiang meselesini bir taraf qilishining tugunidir. Biz Wang Yi lihasaga bor dedik. Beijingda markaziy komitet yig'in ochdi dedik. Birlashtirib qarab baqing. Jungo Hindiston to'qinishi amaliyotda Beijingning Tibet meselesini, Xinjiang meselesini bir taraf qilishining tugunidir. Va Jungo bu chegara rayonidagi az sonliq millatlar, Uyg'urlar, Tibetlar rayonida masala bir taraf qilishda savallik o'tkazdi. Jungo. Shuningdan kelib chiqqan geopolitik siyosat chegara rayonida terkishish va to'qinish keltirib chiqadi. Bugun hamma narsa chiqib vaqiraydigan